Yerlar zaga kelgan cho'gada tutun bosdi osmonni. Yaxshiyam savol beraman. İbat yurak dedi vatan, orqaga qaytmadi u bir kun ham. İbat xalqning kuchi, ibad jasorat, vatan kuchi, qahramon nomi yuraklarda. Assalamualaikum. Samarqanddan hammaga salomlar. Türk dünyasının kahramanı, Kur'an'ın kahramanı tanılgan Qarabağ urushining jangchilaridan biri, komandirlardan biri İbat Hüseyinli bizim mehmonimiz Samarqandda. O'qlar uchdi, İbat to'xtamadi. Dedi bu endi Kur'an'ın poytaxti Alper Tunganing makoni bo'lgan joyda İbat Hüseyinning kelmasi biza katta bir sharaf bo'ldi. Mana Toshkentda uchrashdik, ko'p oqsoqollar bilan, yigitlar bilan Samarqandda uchrashuvlar o'tkilyapti. Endi bu yerda xalqning mehri hammaga ma'lum o'zbeklarda. İbat akani shunaqangi yaxshi ko'rdi, bolalar hammasi bag'riga bosdi, quchoqlab, ustozlar hammasi. İbat aka o'zini tuyg'ularini o'zi gapirgan yaxshi o'zbek xalqiga. Ama İbat sadece Azerbaycan kahramanı değil, bütün dünya Türklerinin kahramanı. Helal olsun. Tog'lar uni eslaydi, daryolar kuylaydi. İbat shamol, ibadanlo, bayroqda hilpiraydi. İbat xalqning kuchi, ibad jasorat, vatan kuchi. Türk dünyasının kahramanı. Bu fakat Azerbaycan kahramanı hisoblanmaydi. Bütün mana shu Türklarga o'rnak bo'ladigan, namuna bo'ladigan og'amiz, do'stimiz, o'zimiz yaqinimiz, o'zimiz qondoshimiz keldi. Qurib tashyapti. İbat aka, hoş geldin. Vatan ruhi bizning ishimizda. Salam bayram olarak en hoş günleri var. Sağ ol, hoş geldin. Hoş geldin.